Saodatyorni hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda check-up haqida chaqiruvlar juda ham ko'p bo'lmoqda. Har xil klinikalardan. Check-upning turlari qanaqa? Sizni klinikangizda qilinadigan check-up bilan boshqa klinikada qilinadigan check-uplarning farqi bormi? Albatta farqi bor. Ko'p klinikalarda mana har doim aytamanda check-up deganda check-upni tepasida bitta vrach va bemor bo'lishi kerak. Ya'ni shikoyatingizni aytasiz, bitta vrach uni shikoyatni yechimini yozadi va u shikoyatni yechimi uchun unga qaysi analiz kerak bo'lsa, o'sha analizni qilib keladi va u shikoyatni yechimida unga yordamchi bo'ladi, muammoni yechimida. Mana shu joyda odamlar tushunmayapti-da, menga kelyapti. Mana shuncha hozir Saodatyorni men bordim klinikaga, check-up qilaman desam, 10 millionga menga analiz yozib berishdi. Men olib kelib, endi yechim bering. Kechirasiz. Kim sizga yozgan bo'lsa, o'sha yechim bersin deyman. Chunki men hozir eshitib turaman, endokrinolog aytadi, endokrinologik check-up deydi. Ginekolog aytadi, ginekologik check-up deydi. Bizni klinikamiz shikoyatlar uchun shikoyatlaringizga yechim beradigan klinika deb ochganman. To'g'risi, bir necha yillar orzu qilardim-da. Men aytaman, biz meditsinani tushunish uchun necha yillar o'qidik-da. Mana hali ham o'qishdamiz, hali ham o'qiyapmiz-da. Har doim o'qiymiz. Xo'sh, biz shuncha tushunganimizda, masalan, meditsinani o'qimayotganlar tushunmaydi bu narsani. Shuning uchun men har doim aytardim, qara, shuna bemor kelsa klinikaga, meni boshim og'ridi desa, doktorlar kelib, seni boshing mana bundan og'riyapti desa, ana shunaqa, ya'ni shikoyatlarga yechim beradigan klinika ochkim kelardi. Va 2018-yil klinikamga asos berdim va klinikani asosiy shiori shikoyatlar bilan ishlaydigan klinika dedim. Va niyat qildim, hozir xudo xohlasa shuni harakatdaman. Ya'ni shikoyatlar bilan, ya'ni shikoyatlarga yechim beradigan klinikalarni ko'paytirmoqchiman. Sabab bizda qanaqa? Keldi, bemor aytadi, mana men o'zimda aytaman, check-up qilmoqchiman desam aytaman, yaxshi, check-upni sochingni uchidan boshlaymiz, tepadan oyoq uchinggacha shikoyatlaringni aytasan. Birinchisi, soch to'kilishi bormi deyman. Ha desa, demak, soch to'kilishi asosan ikkita narsadan, kamqonlikdan, qon quyuqlikdan. Qoni kammi? Opsional kровь, ferritin, belok, B9, B12 olaman. Qoni quyuqmi? Gallogram olaman. Ketdik pastga. Men aytamanki, ertalab turganda tomoqda nimadir turganday bo'ladimi? Ha desa, demak tomoqdan ekma olish kerak ekan deyman. Va agar u yerda yana shikoyatlar, salga jahling chiqib ketadimi deyman. Salga asabing buzilib yoki yig'loqmisan, yoki hammani yomon ko'rib ketaversan, kimni ko'rsa yomon ko'rib ketaversan. Ha desa, demak, buqog'ini tekshirish kerak ekan. Buqoq uzisi va gormonlari mana kelaveradi. Birdan yuragi urib ketadimi? Ha desa, bitta ekaga ovqat yeganda qorning dam bo'ladimi? Ha, demak, o't qopi motorika. Nimadir botganday bo'ladimi? Oshqozoning sezsam, ha, demak, bizada oshqozonni tekshiradigan analizlarim kerak. Iching har kun keladimi? Yo'q, 2 kunda. Ha, demak, bu yerda ichaklarni ko'rish kerak ekan. Ovqat ratsioniga qarashim kerak ekan. Tushunasiz? Oyoqlaringda og'riq bo'ladimi? Ha, demak, mana bu narsadan oyoq og'riydi. Qaysi biri ekan? O'z-o'zidan yo'talasammi yoki aksirasammi? Ha, allergik yo'talmi yoki bakterialmi? Buni bitta doktor oladi, olib chiqadi. Agar bitta doktor salohiyat etmasa, bir nechta doktor shikoyat yoziladi. Yozilgandan keyin u shikoyat bitta ko'rib chiqiladi. Unga kerak analizi, yordamchi analizi olinadi. Javobiga qarab yakun beriladi va yakun berilganda bu patsient bitta bemorda 6 oydan 1 yilgacha bitta vrachda nazoratida turadi. Masalan, unda kardiologik muammo bo'ladigan bo'lsa, kardiolog terapevtimda. Unda gastroenterologik, oshqozon ichak bilan muammo bo'lsa, gastroenterologimda. Unda boshqa, yana nima shikoyat, masalan, oyoq og'riqlari bor, o'shanga qarab bitta vrachning nazoratida turadi. Bizni klinikamizdagi check-upni farqi shunda. Ya'ni siz bilan bir nechta vrach ishlaydi va sizni shikoyatlaringizga yechim topish uchun qanaqa tekshirish usullari kerak bo'lsa, o'sha tekshirish usullari qilinadi va uning yakuni berib qo'lingizga beriladi. Ana o'sha uchun ham ko'p kishi Saodatyorimdan sizni check-upingiz boshqacha, bizga yoqadi deydi.
albatta axir bu hali целенаправленно deydi, maqsadga qarab yo'naltirilgan shikoyati bilan keldi. 3 oydan keyin chaqiramiz. Qaysi shikoyatlaring ketdi? Bu aytaveramiz. Yarimdan ko'p shikoyat to'kilib ketgan bo'ladi. Shu qoldi. Bo'ldi. Yana 6 oyga javob beramizda, keyingi shikoyatiga qarab qo'yamiz. Ana o'sha uchun ham check-up desa shunday borib olingan yoki check-upni pul qilib olganlar ko'p. Yakuni yo'q ularni. Va ular bir martalik bo'ladi. Bizda check-up esa har yili bir marta. O'zlari keladi. Boshida bitta o'zi keladi. Undan keyin ayoli bilan keladi. Undan keyin bolalarni ham, undan keyin qarindosh urug'larni juda ham ko'p meni taniydiganlar sulola o'tirib har yili bir marta o'zlarini check-up qilishadi. Chunki kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olish juda ham arzon, oson, yengil, qulay bo'lib hisoblanadi. O'sha uchun chet el hammasi strafovkada o'tirishibdi-da. Hammasi. U biz kasal bo'lgandan keyin yuguryapmiz. Yo'q, xudo xolisa keladi shunaqa kunlar. Xalqimizda tibbiy madaniyatni tinmasdan ko'taryapmiz-ku. Xalqda tibbiy madaniyat ko'tarilgandan keyin qarabsizki, bizada check-uplar soni ham juda ham ko'payadi. O'zida nima bo'layotganligini bilish ham bu eng katta narsa. Ba'zida keladi menga, Saudiyorna, mana 5 millionga analiz topshirdim. Menda hech narsa chiqmadi deydi. Sen xursand bo'lgin. Sen xursand bo'l, shu yerda to'xtadi. Demak, mana bu yerda bunaqa ekan deb aytiladi. 5 millionlik check-up qilinganda hech narsa chiqmasa ikkita narsadan. Yo u to'g'ri yo'lda ketmadi. Agar shikoyati bo'lib hech narsa chiqmasak bo'lmaydi unaqa. Shikoyati yo'q, hech narsa chiqmasak bo'ladi unaqa narsa. O'sha uchun ham har doim o'sha check-upni salohiyatini, mohiyatini tushunib qilish kerak deb o'ylayman. Saodat yorina, sizni klinikangizda onkologiyani erta aniqlash tahlillari ham bormi? Albatta, klinikamizda 2000 dan ko'p tahlil bor. O'zi bilasiz, mana check-up qilganimizda juda ko'p onkologiya topib olamiz. Chunki check-up qilganda biza har doim uzilar 15 xil, 15 ta organ uzisi 50 tadan ko'p qon analiz qilinadi-da check-upimizda. Va ana o'sha yerda juda ko'p onkologiyalar chiqib qoladi. Juda ham ko'p onkologiyalar chiqib qoladi. Biz ularni yana ham chuqur tekshirtirib, faqat biopsiya qildirmaymiz. Chunki biopsiyani bor, hali chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deymiz. Biz onkologlarga ushlab beramiz. Mana sizda, mana bu joyingizda mana bunaqa narsa chiqdi. Tekshirayotganimizda, check-upimizda ana endi buni chuqurroq ko'rish kerak deymizda. Onkologiya bo'yicha qon tahlillari bor. Ularni olamiz. Agar ular ham baland chiqib keladigan bo'lsa, albatta onkologga yo'naltiramiz. Bunaqa bemorlarimiz ham juda ham ko'p. Demak, o'sha uchun ham har doim check-upni yaxshi ko'raman. Erta endi boshlanayotganlarni ham bilib qolamiz. Sizning fikringizcha har yili bir marta qaysi analizlarni topshirish kerak? Bilasizmi, bir yilda bir marta check-up qildirish kerak. Check-up, yana aytyapman, vrachga keladi. Vrach bitta shikoyatlarini eshitadi har yili. Shikoyatim yo'q deydigan bo'lsa, unda bizda shikoyat yo'qni o'zini analizlari bor. Umumiy qon tahlili, gemoglobinni kam emasmi, qoni quyuq emasmi, yuragi chiroyli urib turibdimi, organizmda shamollash yo'qmi degan analizlarimiz bor. Ana shu analizlarni olib qo'yamiz. Agar shikoyat bo'ladigan bo'lsa, albatta shikoyatini bir yilda bir marta shikoyatini eshitib, o'sha shikoyat, masalan, boshim og'ridi, nimadan og'ridi topib beramiz. Menda soch to'kilishi bor, nimadan? Oyoq og'rishi bor, nimadan? Ertalab turganda balg'am, nimadan? Ana shu nimadan so'zini sababini topib beramiz. Bir yilda bir marta vrach qabuliga kelib, uni suhbatidan o'tish kerak degan tavsiyani beraman. Shu o'rinda sizga ham bir yilda bir marta sog'ligingiz uchun, o'zingizni sog'ligingiz uchun, 90 yoshga kirishingiz uchun bir yilda bir marta vrach nazoratiga borib, u bilan suhbat qiling va o'zingizdagi har bitta shikoyatlarga nima sababdan boshqada bu shikoyat yo'q, menda bor. Nima sababini topishga harakat qiling. Xuddi tug'ilgan kun o'tkazish albatta yoki uyga albatta non olib kelish zarur. Xuddi shunaqa har doim kiyim olish zarur deganda sog'ligimga qarash zarur degan narsani birinchi o'ringa qo'ying. Agar sizda yaqin atrofingizda shikoyatlar bilan ishlaydigan klinika bo'lmasa, klinikamizga keling. Sizning shikoyatingizga albatta yechim beramiz.